Prezidentimizning 2024-yil 16-oktyabrdagi kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan Qumqo'rg'on 2-son kasb-hunar maktabi Qumqo'rg'on tuman 2-son politexnikumiga aylantirilgan edi. Kuni kecha mazkur bilim dargohida ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan 15 apreldan 15 mayga qadar kasb va yoshlar ochiq muloqot oyligi e'lon qilingan. Shu munosabat bilan Qumqo'rg'on tumanidagi 2-sonli politexnikumda kasb va yoshlar mavzusida maktablardagi bitiruvchilar va ularning ota-onalari ishtirokida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Men bugun Qumqo'rg'on tumani 2-sonli politexnikumga ochilish kuniga sinfdoshlarim bilan sayohatga keldim. Menda bu yerda juda ko'p taassurotlar qoldi. Ayniqsa men qutqaruvchilik yo'nalishiga qiziqib qoldim. Keyinchalik men qutqaruvchilik yo'nalishiga topshirmoqchiman. Bizga juda katta imkoniyatlar berilyapti. Imkoniyatlarimizning asosiy narsasi 2+2 dasturi bor. Mana bu shu 11 hajmda tugatgan maktab o'quvchilarining har qanday 70 yoshgacha bo'lgan fuqarolarimiz 2 yil mobaynida politexnikumda o'qib, keyin oliy o'quv yurtida davom ettirishi mumkin 3-kursdan boshlab. Keyingi yana bitta narsa, mana shu 9-sinf bitiruvchilarining bu yerda 5 ta yo'nalish bo'yicha har xil kasblarni mukammal egallaydi deb biz kafolat bera olamiz. Chunki bizning jihozlarimiz mana Surxondaryo viloyatida bunday jihozlar masalan mavjud emas. Aslida bu yerda jihozlarimiz zamon talabiga javob beradigan bunday programmalar, hamma programmalashning dasturlari asosida to'liq ta'mirlangan desak bo'ladi. Ma'lumot uchun mazkur politexnikumda kunduzgi ta'lim uchun avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish, tikuvchilik, elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, qutqaruvchi, shuningdek dual ta'lim yo'nalishi bo'yicha payvandlovchi avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida kichik mutaxassislar tayyorlanadi. Mazkur bilim dargohida yoshlarni davlat granti va shartnoma asosida o'qishga qabul qilish jarayonlari 1-iyundan boshlanadi. O'tkazilgan bu kabi tadbirdan ko'zlangan maqsad esa bitiruvchi yoshlarni texnikumda yaratilgan sharoitlar bilan tanishtirish hamda kasb tanlashlariga ko'maklashishdan iborat.